etamiz va savol javobni endi shu insondan boshlamasak ilojimiz yo'q nazarimizda. Haq nazarimizda deymanda. Elmurod Haqnazarov, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli realchilar, barsachilar, qo'rsachilar. Boshdan aytib qolaman, hammalaringizga ikkinchi, uchinchi raundlarga anaqa qilmanglar. Kayfiyat ko'taringlar, Messi omadini bersin, Ronaldo qomatini bersin, ko'ngillaringiz doim Real varatasiga o'xshab ochiq bo'lib yuraveringlar. Demak, boshlaymiz. Uvli, muchali bo'rilar. Savol, o'rtalar diqqat, savol. Har bitta odamning ichida bittadan odam yashaydi, bilasizlar? Meni ichimda 3 ta odam yashaydi. Elmurod meni el ichida yuradi, mana Erik oktagonning ichida yuradi. Ana Elton nuqul qarg'ishning ichida yuradi. Endi hozir Erik qo'ymayapti, yana jang qilaman, oktagonga jang so'rayapti. O'shanga raqiblikka mana shu 5 ala hakamning ichidan kimi raqib qilsa bo'ladi? Erikka, mana shu 5 kishidan. Endi Erikka bilmadim-ku, Eltonni mo'lda eplab qo'yadi lekin. O'zbeklar tayyor ekan. Savol. Erik yana jang qilmoqchi, lekin hakamlarning ichidan raqib kerak. Kimi Erikka jangga chaqirsak bo'ladi? Qarang bo'lyapti aka, zo'rmisiz? Sizlar yaxshimi? Zo'r. Bu 3 ta odam bor edi ichimda. Kecha urushdan keyin bittasi o'lgandir ular. Bunda ham tuzukroq javob beradigan odam o'lib qolgan mana shu ichida. Savolni ichida Vodiy boylar javob berdi. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Erik Haydar yana jang qilmoqchi. O'shanga raqiblikka hakamlarning ichidan kimi raqib qilsa bo'ladi? Endi olim akadan, ustozdan tashqari qolgan hammasini raqib qilavering. Sababi borda, chunki unda balivoyga olasiz-ku, sirpanib tish ketaveradi. Va bugungi bellashuvdan Vodiy boylari sirpanib chiqib ketdi. Mayli, hazil. Texnologlar tayyor ekan. Assalomu alaykum. 2 ga 1. Assalomu alaykum. Erik Haydar yana jang qilmoqchi, lekin raqiblikka mana shu 5 ta hakamning ichidan kimi raqib qilsa bo'ladi? Jigar. Tindirmaysiz-ku. O'tgan yili formada kelib issiq-issiq bor, so'qatib ketasan deganimda trenirovkalar boshlab, mana bunda ham 3 ta odam bor, bitta. Mana ham 3 ta odam bor ichimda. Bittasi o'zim, bittasi Erkin Komilov, uchinchisi rahmatli ustozimiz G'aybulla Hojiyev. O'xshatib bermoqchiman, o'xshamasa ham qarshi chalib turinglar, tekinga nima ketasizlar? Birinchisi rahmatli ustozimiz G'aybulla Hojiyev. Ko'rsaqirlar, pressasining shuasa sarguzashtlari. Ko'rsaqda 100 yil oldin cho'kkan Erik Haydarni topishga Turkistonga keldi. Erik Haydarni oktagondagi jangini ko'rib ko'rsa hayratda. Endi Erkin Komil. Avvalambor assalomu alaykumlar Erikjon. Sog' bo'ling. Shunda raqib kim? Bilmayman. Mayli, patruldan eshitamiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Elmurod. Aka, savol. Erik Haydar yana ikkinchi jangini o'tkazmoqchi. Raqiblikka 5 ala hakamning ichidan kimi raqib qilsa bo'ladi? Hakamlardan kimni tanlasangiz ham sizni bir orqadan ish qiladigan odatingiz bor ekan. Qanday? Ustingizdan ariza tushgan. Qanaqa ariza? Kecha rossiyalik bitta fuqaroni uribdi. O'sha endi siz savolni biz bilan ketgandan keyin savolni siz emas, biz beramiz u yoqda. Yoqda. Perfect universitet tayyor ekan. Davom etamiz. Marhamat Husniddin. Savol. Ketdi. Erik Haydar ikkinchi jangini o'tkazish uchun mana 5 ta hakamdan bitta raqib tanlash kerak. Kimi raqiblikka chaqirsak bo'ladi? Boshqa variant bor, mana erkak hakamlari 3 ta. Siz 3 ta obrazingiz bor. Har bitta obrazingizda bittadan hakam bilan jangga tushasiz. Mo'ldapa raund ko'tarib chiqadi. Mo'ldapa xafa bo'lmayapti, o'zi yaxshisiz-a? Tushundingiz-a? Ha, bu.
Bundan keyin round deyish kerak-da. Elmurod Haqnazarovga rahmat aytamiz. Guldiroz Qarsakiylar. Rahmat. Ana endi esa o'sha round ko'taradigan opaga izlanamiz. Birinchi round, marhamat. Rahmat e'lon qilganingiz uchun raundni. Barchamiz ertak qahramonlarini juda yaxshi ko'ramiz. Endi yoshlikka ozgina qaytamiz. Nimaga ertaklarimizda tulki va bo'ri personajlarimiz tulki asosan ayol rolida, bo'ri esa erkak rolida tasavvurimizda doim. Tulkini erkagi bo'lmaydimi? Tulkini erkagi birinchi round ko'taryapti hozir. Yo'qda, oktagonda deyman. Texnologlar tayyor ekan. Tulkini erkagi bo'lmaydimi? Boshdan qaytarolmaysiz. Bemalol. Portlatmoqchi edik, o'xshamay Yo, qoldi. portlatamiz. Bo'ldi. Erkin Komilov o'sha ertaga aytibsiz, bo'ldi, tushundim men savolingizni. To'xtab turib, iltimos gapirib olaylik, iltimos. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, o'sha chushqacha bo'lgan ekan. Ular ikkaliklar uy qurmoqchi bo'lishibdi. Ana ayolimni, erkagimni bo'ri ular eshikni taqillatibdi. Shoburlaring salomat bo'ling. Sog' bo'ling, omadingiz bersin. Sog'man. O'zbeklardan eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga ham boshidan aytaymi? Yo. Tulkini erkagi bo'lmaydimi? Tulkini erkagi siz, onajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Patrul. Tulkini erkagi bo'lmaydimi? Tulkini erkagi oktagonga yetib qolyapti alalari. Shunda tulkini erkagi mo'ldapa bo'lsa, Umar adashdingiz shekilli. yo'q, hozir Saman shunaqa dedi-yu. No, shunaqa dedi, lekin rangida O'zi ajratolmayapti bo'rini shekilli. qiz bolasida. Assalomu alaykum. Va alaykum Perfekt tayyor ekan. Chetda ekan-ku tulkilar. Qizlari bu. Tulkini erkagi bo'lmaydimi? Tulkini erkagi bo'ladi, faqat omad keltirmaydi u. Vodiy boylar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tulkini erkagi bo'lmaydimi? Bilmasam, men Instagramda ko'proq ayolni kuzatar ekanman. Rahmat. Rahmat. Moldaxonim Asqar Xo'jayevaga Guldiroz Qarsakiylar. Davom etamiz. Dilmurod O'rinov. Assalomu alaykum. Savol. Avvallari qizlarga gul bersa yoqardi. Hozirgi qizlarga pul bersa yoqayapti. Savol. Hozir shunda erkaklar nima qilish kerak? Avvallari gul, hozir pul. O'zbeklar tayyor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oldin avvallari qizlarga gul bersa yoqardi. Hozir pul bersa yoqayapti. Shunda erkaklar hozir nima qilish kerak? Ayoli erkakni qo'ying, domni quryapsizmi, ish qilib ekansiz? O yomon bo'larligi uni bitmasa. Pulini berib qo'ygandek gapirdi. Shunga hayron bo'ldim. Xo'p. Vodiy boylari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savol. Oldingi qizlarga, avvalgi qizlarga gul bersa yoqardi. Hozirgi qizlarga pul bersa yoqayapti. Shunda hozir erkaklar nima qilish kerak? Dilmurod aka, gul ham pul ham shart emas. iPhone 7 olib bersangiz yetadi. Unga jinday harakat qilish kerak-da. Texnologlar tayyor ekan. Savol. Oldingi qizlarga gul bersa yoqardi. Hozir pul bersa yoqayapti. Shunda hozir erkaklar nima qilish kerak? Yangam bilan urushib qoldimmi deyman aka? Va men nima dedim?
va patrul. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Oldingi qizlarga gul bersa yoqardi. Hozirgi qizlarga pul bersa yoqayapti. Nima bersangiz bering, faqat pora bermang, bizga kelasiz undan. Ikkinchidan povotni bermang, bo'ldi, qolgan yaxshi bitadi. Va perfekt. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Oldingi qizlarga gul bersa yoqardi. Hozirgi qizlarga pul bersa yoqayapti. Shunda hozir erkaklar nima qilish kerak? Birinchi gul berish kerak, olmasa pul berish kerak. Uni ham olmasa, demak sovchi qo'yish kerak. Yaxshi qiz u. Rahmat, Dilmurod O'ninovga qarsaginglar. Davom etamiz. Savol berish navbati Mirza Hakim To'xtamirzayevga, marhamat. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. O'zbekiston milliy terma jamoasi va nihoyat Jahon chempionati final bosqichiga chiqqani barchamizga muborak bo'lsin. Savol ham aynan mana shu mavzuga bog'liq. E'tibor bergan bo'lsangiz, Jahon chempionati 26 ga tayyorgarlik jarayonida O'zbekiston terma jamoasini avvaliga Katanets, keyin Kapadze boshqardi. Endi tizgin Cannavaro'ni qo'liga o'tdi. Nima uchun O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyligiga familiyasi faqat K dan boshlanganlar tayinlanadi? Ya, K bo'lsa ma'lum, yo'q, kaka bo'lmasa bo'ldi do'stlar. Yo'q, kaka Cannavaroga o'xshab murabbiylikda hech narsani qoyillatmagan. Texnologlar tayyor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savol. Savol bering, savol. O'zbekiston terma jamoasi murabbiylari Katanets, Kapadze, Cannavaro. Nima uchun terma jamoamizga familiyasi faqat K dan boshlanadiganlar murabbiy etib tayinlanyapti? O'sha Kapadzeni o'rniga Cannavaro kelgandan keyin sizni o'rningizda, misol uchun Erkin Komilov futbol sharhlaganda Cannavaroga aytgan she'rida bu. Bahor gullar ochganda dedim. Cho'ntakda pul qochganda dedim. Jahon chempionatiga chiqqanda dedim. Nima bor Toshkentda sanga dedim. Rahmat. Baraka toping. O'zbekiston terma jamoasini boshqarayotgan murabbiylar Katanets, Kapadze, Cannavaro. Nima uchun terma jamoamizga familiyasi faqat K dan boshlanadiganlar tayinlanyapti? Aka, T dan boshlanmayotganga alam qilyaptimi? Assalomu alaykum. O'zbegim beklari. Va alaykum assalom. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiylari Katanets, Kapadze, Cannavaro. Nima uchun terma jamoamizga familiyasi faqat K dan boshlanayotganlar tayinlanyapti? Qani endi shu futbolni tushunsak-ku, ana shu savolga qo'parib javob bersak-da, Saburjon. Tushunmaymiz futbolni, uni qarang. K dan boshlanadigan bo'lsa, ay mayli, ana o'lim akamni ham tayinlaylar, mana K dan boshlanadigan bo'lsa. Aytayapman-ku, tushunmaymiz futbolni. Ha. Tushundim nimaga shama qilayotganini. Vodiy boylar. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiylari Katanets, Kapadze, Cannavaro. Nima uchun terma jamoamizga familiyasi faqat K dan boshlanadiganlar tayinlanyapti? Ustoz, K dan boshlanadimi, T dan boshlanadimi, D dan boshlanadimi? P dan boshlansa ham bizga yutsa bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Yashang. Rahmat. Menimcha barcha jamoalar javob berib bo'ldi. Yo, perfekt. Ha, perfektda variant bor. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiylari Katanets, Kapadze, Cannavaro. Nima uchun terma jamoamizga familiyasi faqat K dan boshlanayotganlar tayinlanyapti? Bu o'zi haqiqat ekan, bir paytlar Kabulov ham variantini qo'yib ko'rgan. Boringizga shukr. Mirza Hakim To'xtamirzayevga guldiroz qarsaginglar. Tashakkur ustoz, rahmat. Davom etamiz. Va navbatni
Olimjon Xudoynazarovga beramiz. Assalomu alaykum. Men oldingi bellashuvda ham aytdim, jamoalardan iltimos qildim. Bu savol javobda o'zingizlarni qandaydir bir noqulay sezyapsizlar. Sal fantaziyani qo'yib yuboringlar. Sizlarni hech kim bir majburlayotgan yo'q, tezda chiqasan deb Umarbek ham toqat bilan kutyapti. Bir variantlarni maslahatlashib ko'rib, maylimi? Bitta chiroyli qarsakinglar, bolalarga sal motivatsiya bo'lsin. Endi har chorak final bellashuvlaridagi savol javobda men maqollardan boshlayotgandim. Iltimos bo'ldi, maqollarda iltimos bolalar qiynalyapti deb. Shuning uchun oddiy hayotiy savol. Mana hozirgi kunda miyani uncha keragi bo'lmay qoldi. Hammasini sun'iy intellekt bajaryapti. Ovoz ham uncha shart emas. Ya'ni san'atkorlarga kompyuter orqali xohlagan ovozni qo'yib fonogramma yaratsa bo'ladi. Qo'l mehnatini allaqachon robotlar boshqaryapti, bajaryapti. Shu ketish bo'lsa, tanamizdagi yana qaysi a'zo kelajakda kerak bo'lmay qolishi mumkin? Shunda ustoz, siz nechiga kirdingiz? 56 dan keyinmi, undan oldinmi? Shuni ham aytdi. Mayli. Men ataylab bu savolni berdim, sal bolalar o'tlab ko'rishsin, fantaziyani ishlatib ko'rishsin. O'tilmayapti. Ha. Tasavvurda bitta narsa turibdi-da. Futboldan keyin oyoq turibdi-da tasavvurda. Oyoq kerak bo'lmay qoladi, deyapti. Bemalol o'ylayveringlar deganingizga qarang, bular uyga ham ketib o'ylaydi-ku. Shu. Da Elmurod testda o'tirib shekilli javob variantlari yo'qmi deydi. Endi oktagonda haqiqiy yutganiga shubha qilyapman. Variant bilan tushganda. Shpargalka bilan. Shpargalka bilan, ha. Ya, harakatdan yutdi. Bo'g'ildirdi, yo'q, gap yo'q. Elmurod. Qarsak chalib qo'yinglar. Ya, o'sha Elmurod bo'g'ish haqiqatan ruxsati bormi-edi? Bormi? Assalomu alaykum. Bizda o'zbeklarda o'ylagan ekanda, shu to'g'rimi? Patrul jamoasi tayyor ekan. Demak, mana miya hozirgi kunda uncha kerak bo'lmayapti. Sun'iy intellekt bor, ovoz unchalik shart emas, fonogramma bor, qo'l mehnatini robotlar qilyapti. Shu ketishda bo'lsa, kelajakda qaysi tana a'zomiz kerak bo'lmay qolishi mumkin? Hech qaysi a'zo kerak emas, ishlab tursa bo'ldi. Yurak. Rahmat. Yetdimi tasavvurda bitta narsa. Texnologlar. Yana. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Siz ham o'zingizni bemalolroq qo'yinglar, muxlislar, bemalolroq ustoz aytdilar. Qani qarsak. Ya, bemalol hakamlar ham bemalol. Hamma balkon. Demak, kelajakda shu ketish bo'lsa, qaysi tana a'zomiz kerak bo'lmay qolishi mumkin? Ustoz, men 45 yoshga kiryapman. Menga o'sha sezilyapti, sizga o'sha aniq bo'lgan bo'lishi kerak, ustoz. Bu birinchidan endi men endi stajdan kelib chiqqan holda aytaman, endi men o'ynagan pat qevizpat ukam Elmurodjon oktagonga emas sahnada edi. Ustoz Mavluda opa tulkini nimasini so'radilar, bizga faqat bo'rilar edi. Dilmurod akam gul emas pul haqida gapirardilar. Ustoz chempionat mirani sharhlamagan bo'lardilar. Siz bilan ko'rishib turgandan juda xursandman. Rahmat. Rahmat. Bu ahranada oldidagi. Yaxshi. 45 ga kirdim deyapti-yu, ahrana bilan yursa bo'laveradi endi. Assalomu alaykum. Perfect jamoasi tayyor ekan. Husniddin. Demak, miyani uncha kerak bo'lmay qoldi. Sezyapsan? Ha, savollardan sezilyapti.
men shu gapni javoblardan ham demoqchi edim, mayli. Ovoz ham uncha kerak emas, fonogramma bor, qo'l mehnatini robotlar bajaryapti. Agar shu ketish bo'lsa, kelajakda qaysi tana a'zomiz kerak bo'lmay qolishi mumkin? Tana a'zo mayli, hakamlar a'zolari kerak bo'lmay qolsa, endi boshqacha bo'ladi endi bu yoqda. Rahmat. O'zbegim beklari tayyor ekan. Samandar. Demak, miya uncha kerak bo'lmay qolyapti, sun'iy intellekt bor, ovoz uncha kerak emas, fonogramma bor, qo'l mehnatini robotlar bajaryapti. Shu ketish bo'lsa, kelajakda qaysi tana a'zomiz kerak bo'lmay qolishi mumkin? Aka, endi yo savol zo'r aka. Mana tulkini erkagi, ichimda 3 ta odam bor, ulardan zo'r. Endi Tushundim. hada, shada aytay. İçimdagini aytdi dalik. Vodiy boylari. Assalomu alaykum. Demak, hozirgi kunda miya uncha kerak bo'lmay qolyapti, sun'iy intellekt bor, ovoz uncha shart emas, fonogramma bor, qo'l mehnatini robotlar bajaryapti. Shu ketish bo'lsa, kelajakda qaysi tana a'zoyimiz kerak bo'lmay qolishi mumkin? Shuni kerak qilmay sun'iylashtirmay qo'yarek, sababi o'zi qo'l mehnatini robot bajaryapti-yu, yaxshi bilinmayapti shu ham. Rahmat. Endi bunga ham hamma jamoalar javob berib bo'ldi menimcha. Ha, rahmat hammaga. Olimjon Xudoynazarov, Guldiroz Qarsakiylar va jamoalarga navbatdagi shartga tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Marhamat.